Kechir qizim. Farzandsizlik meni shunga majbur qildi. Ilojim yo'q edi. Onang shuni yo'qotgandan foydalanib, seni olib ketdi. Allohim bergan sovg'ang uchun minnatdorman. Uni ko'z qorachig'imdek asrayman deb unga va'da berganman. Sening egizak opang bo'lsa kerak. O'shanda men ikkinchisini olib ketganman. Nega u bunaqa ahvolda? Nahotki uni onasi shu ahvolga solgan bo'lsa? Bilmadim qizim. Uyg'onsin, so'rab ko'ramiz. Oyi, baribir men siz qizingizman. Xudo bergan sovg'ani pap qaytarib bo'lmaydi-ku. O'zimni aqlli qizim. Oyi, opamni o'zizga qiz qilib olsangiz bo'ladi-ku. Bu juda qiyin qizim. Qonun ular tomonda. Agar egizagi borligini bilib qolishsa, seni ham mendan tortib olishlari mumkin. Men axir xizmat vazifamdan foydalanib, seni o'zim tuqqandek rasmiylashtirganman. Uni azoblayotganini isbotlasak-chi? Juda mushkul ish. Lekin men harakat qilib ko'raman qizim. Oy, menda bir taklif bor. Gapirchi. Umida, men Umida bo'lib ko'rsaychi? Yo'q. Ahvolini ko'rib tursan, seni ham qiynashadi. Men o'zimni xafa qildirib qo'ymayman. Umidani qiynagani isbot kerak-ku bizga. Shu isbotni men topaman. Agar egizakligingni bilib qolishsa, seni ham tortib olishadi. Oyi, harakat qilib ko'rishimiz kerak. Uni bu ahvolda tashab qo'ymaymiz-ku. Oyi, iltimos, opamga yordam beraylik.